Assalomu alaykum hammaga. Biz Agrobankdan sizlarga biriktirilgan vakilimiz. Sizlarga kiritlarimizni tushuntirib o'taman. Sizlar bog'cha, maktab, budjet tashkilot bo'lganlaringiz uchun bizga sizlarni kiritimiz 25% dan kredit kartamiz bor, mikroqarzimiz bor, onlayn mikroqarzimiz bor. Agar Qarshi shaharda yashab, bizani 5 ta mahallaga biriktirilgan mahallalar orasida yashagan bo'lsangiz, ishsiz o'g'lingizmi, qizingizmi, xo'jayiningizmi, ularga ham kiritimiz bor alohida. Kimga nima kirit kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishi mumkin. Bu yana bir savol. Mana endi mikroqarz mana 25% deyapsiz aka. Bu necha yilgacha, qancha summagacha? 4 yildan 1 yilgacha beradi. Modda ish haqqidan kelib chiqib 100 million so'mgacha ko'targanini mana summada. Uni kompyuterda o'zi aniqlaydi. Masalan, men qolmayman 100 million oladi bo'ladi. Kompyuterda o'zi oldingi kiritlarni ko'radi, kredit tarxizni ko'radi, o'shanga qarab aytadi. Ko'p joyda 30 dan o'tib ketganda 25-24 sa yaxshi ekan. 25%. Garovchi O'zini mijozi uchun masalan bizlar shuning uchun 25% dan nima qilyapsiz? Yo'q, 25 emas, 30 dan kam. Yo'q, hozir yo'q. Yo'q, to'g'ri, mana ipotekadan yaqinda olaman deb ko'rdim, lekin haqiqatdan